Ozodbek qiz mana shu ishni. Qiz mana shu yerda ishlayotgan, bir-biringga yoqsalaring tur. Hayda. Assalomu alaykum. Eris restoranimizga xush kelibsiz. Menga Go'shtli narsa, testosteroning balandi bo'lasa. xola. Voy, bo'pdan etib bekinib turaman. Bas. Xo'p. Go'shtli nimalar bor? Ko'proq go'sht xohlaydigan bo'lsangiz, macho liniyamizni taklif qilamiz. Uning ichida 2 karra ko'proq go'sht bo'ladi. U liniyaning ichida sochli lavash, trendvich, shaurma bo'ladi. Faqat bu liniyamizda 15-iyulgacha mavjud. Sizga qaysi biridan? Menga bitta lavash, bitta trendvich. Faqat tayyor bo'lgandan keyin o'zingiz olib borib bera olasizmi? Ha, bo'ladi. Birga o'tirishga yo'q demaganingizga rahmat. Xola, uyalyapsizdan. Voy, mana bekin. Ismim Ozodbek, yoshim 25 ta. Jiyanim it doktor. Xola, men programmistman. Voy, itga o'qiyapman duding-u. O'sha IT-ga o'qib programmist bo'lganman, xola. Bo'l, aralashma. Yoshligimda Yoshligida shunaqa bo'lgan. Chal. Pochasi ishga ketib qo'ysa, yechib tashlayveradi. Qara. voy, xola. Bo'l, mana bekin. Kelajakdagi planlarim katta. Shu o'zimni sohamni rivojlantirib, yana kattaroq proyekt. Xola. Lavashni yesam bo'ladimi? Ha, yevring. Ko'rdingizmi qanaqa saxiy? Aytmoqchi, adi ichmayaptilarmi? Bir. Bitta savolim bor. 25 yoshgacha nimaga uylamagansiz? Voy, bu bitta yoshga katta xotin elakishib qo'ygan. Ikkita bolali o'zim zo'rg'a qaytarib oldi buni yo'ldan. Unda uzr, menga to'g'ri kelmaysiz. Voy, plas, jon degan, shundoq tilla jiyanim bo'lsa, semirib ketgan. Qara, o'tirib. Qararningdan men bilan olib ketamiz o'zimiz bilan. Bularni oyligidan olib qolasizlar, xo'pmi? Xola kerak emas. Voy, o'tiray, o'zingni gap. Ha, nima bo'ldi? Balo bo'ldi, battar bo'ldi. Tash ham oldimga. Qo'lingiz sani xotin bo'lgan.